Hazrat Navoiy Mahbubul Qulub asarlarida 109-tanbehda shunday deyaptilar. Odamzodning yaxshisi taqvodor va pok bo'lgay. U haq so'zni aytishda hech narsadan qo'rqmagay. O'zi pok va ko'zi pokni inson desa bo'lgay. Tili pok va ko'ngli pokni musulmon desa bo'lgay. Musulmon shunday kishiki, musulmonlar uning tili va qo'lidan yaxshilik ko'rgaylar, omonda bo'lgaylar va ko'zi-yu ko'nglidan xotirjamdirlar deb aytayaptilar. Va mana shu fikrlarni davom ettirib 110-tanbehda yaxshi kishidan yomonlar ham yomonlik kutmaydi. Chunki yaxshi kishi yomonlarga ham yaxshilik qiladi. Yaxshilik qila olmasang, yomonlik ham qilmagin. Yaxshilikni yomonlikdan yaxshiroq deb bilmasang, yomonroq deb ham bilmagin. Yaxshilik qilishni bilmasang, yaxshilarga qo'shil. Yaxshilikni atrofida aylana olmasang, yaxshi insonlarni atrofida aylan demoqdalar. Mana shu aytilgan fikrlar, mana shu aytilgan hikmatlarning hammasi Qur'on va hadislarda keladi. Mana shu joyda ham mana shu hozir o'qiganlari bu bevosita o'sha hadislar bilan chambarchas bog'liq. Masalan, musulmon shunday kishiki, musulmonlar uning tili va qo'lidan yaxshilik ko'rgaylar. Bu o'sha mashhur bir hadis bor. Shu hadisni sharhi. Yo bo'lmasa, haligi odamzodni yaxshisi boshqa birovlarga ham o'sha manfaat yetkazadigan degan fikrlari borki, hazratni mashhur hadis bor. Qolan Nabiy alayhisalom, xayrun nosi man yanfa'un nos. Insonlarning yaxshisi insonlarga manfaati yetadigan, foydasi yetadigan kishi dedilar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom. Mana shu hadislarda o'sha badiiy bir ifodasida endi mana aytibdilar, odamzodning yaxshisi taqvodor va pok bo'lgay. Endi bu yerda taqvodorni biz tushunishimiz kerak. Taqvodor qanaqa odam o'zi? Biz bilamizki, Qur'oni Karimdan keladi. Astaizu billah, inna akramakum indallohi atqokum. Alloh taborak va taolo aytadiki, sizlarni ya'ni mukarramroqlaring, hurmatliroqlaring, darajasi balandroqlaring, taqvodorroqlaring dedilar. Ya'ni insonni ulug'ligini Alloh taolo taqvosiga bog'lab qo'yadi. Taqvo degani endi o'sha savobli ishlarni qilish, gunoh ishlardan o'zini saqlash. Qisqacha aytganda, taqvo shu. Allohning buyurgani, payg'ambarimiz alayhisalomning buyurgan o'sha savobli ishlar, xayrli ishlarni bajarish, solih amallar qilish, Alloh qaytargan ishlardan, yomon, harom, gunoh ishlardan o'zini saqlash. Mana shu taqvo bo'ladi. Demak, inson yaxshi inson bo'lish uchun mana bu xislatlarga ega bo'lish kerak ekan. Gunohni qilmaydigan, savobni qiladigan kishi bo'lish kerak ekan. U katta olim bo'lishi mumkin, katta mansabdor bo'lishi mumkin, odamlarga deylik, juda manfaati yetadigan boy badavlat bo'lishi mumkin. Lekin bu yoqdan urib gunohni qilaversa, u taqvodor inson bo'lmaydi. Endi ikkinchisi pok bo'lgay deyaptilar. Toza bo'lish kerak, qalbi samimiy bo'lish kerak, niyati sog'lom bo'lish kerak. Chunki amallar niyatlarga ko'ra degan hadis borki, va hatto yana bir hadis borki, mo'minni niyati uni amalidan afzal deyiladi. Qarang, o'sha har bir yaxshi ish o'sha yaxshi niyatdan boshlanadi. O'sha Allohning roziligi uchun, savob uchun shundan boshlanadi. Masalan, bir birodarimiz shifoxonada yotgan bo'lsa, savob umidida borishimiz boshqa. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom hadislarida o'sha mo'min birodaring kasal bo'lsa, uni borib ko'rish sani haqqing deganlar. Savob uchun borib undan xabar olish boshqa. Endi shu bormasam bo'lmaydi, mendan xafa bo'ladi, bir ko'rib qo'yay deb borsa, u boshqa. Chunki niyatga bog'liq bo'ladi. Shu uchun pok bo'lg'ay deganiki shuki, ya'ni uni qalbi pok bo'lish kerak, niyati samimiy bo'lish kerak. Ya'ni demoqchimanki, mana bu so'zlarni biz tushunishimiz kerak. U haq so'zni aytishda hech narsadan qo'rqmagay. Haqiqatni aytuvchi bo'lish kerak. Haq gapni gapirish kerak. Ya'ni ruhi xotir deydi. Bir nimalarni o'ylab yo bir manfaatni o'ylab
haqiqatda aytmaslik bu to'g'ri emas. O'zi pok va ko'zi pokni inson desa bo'lgay. O'zi pok. Demak, yuqorida aytganimizdek, o'zi gunoh qilmaydi, savob ish qiladi. Ko'zi pok. Ko'zi nomahramga qaramaydi, har xil harom narsalarga qaramaydi. Ko'zini pok qilish, o'zi ko'zni asrash, quloqni asrash, g'iybat, tilni asrash u juda og'ir narsa aslida. Mana shu nomahramga qarash haqida hadis keladi. Birinchi nazar u kechirimli deydi. Qaytib nomahramga shahvat bilan ikkinchi marta nazar solsang, bo'ldi, gunoh yoziladi deydi. Demakki, ko'zni asrash oson narsa emas. Ko'z ko'rdi, ko'ngil sevdi, mening ne gunohim bor deydi bir she'rda. Keyin unga javoban haligi boshqa mutasavvif aytadi, yo'q deydi. Sani nimang bor, gunohing bor deydi. Ko'z ko'rdi, ko'ngil sevdi, mening ne gunohim bor deyish, bu deydi xato deydi. Ko'zingni ehtiyot qilasan deydi, o'zingni saqlaysan deydi. Shunga o'xshab shoirlardan bu fikr ham bor, bu fikr ham bor. Endi tili pok va ko'ngli pokni musulmon desa bo'ladi. Kim musulmon deyaptilar Hazrat Alisher Navoiy? Tili pok bo'lish kerak. Ya'ni tilidan har xil yomon gaplar gapirmaydigan, birovga ozor bermaydigan, doimo bu til tilovat qiladigan, zikr qiladigan, tasbih qiladigan, insonlarga va'z nasihat qiladigan, insonlarga yaxshi gapiradigan til bo'lish kerak. Endi boya aytdik-ku, bu til shunday narsaki, insonni qalbiga xursandchilik ham bag'ishlaydi, lekin uni qalbiga jarohat ham bag'ishlaydi. Endi mana shu ko'ngli pok, qalbi pok, endi ko'ngilni pok qilish, qalbni pok qilish bu oson narsa emas. Ya'ni har birimiz mana shu qalbimizga diqqat qilishimiz kerak. Ka'baki ulub olamning qiblasi, qadri yo'q andoqki ko'ngil Ka'basi. Yaxshi bilan yursang derlar yaxshidir. Taqvo ahli yaxshilarning naqshidir. Dunyoviy, uxroviy ishing yaxshidir, yaxshilarga yondosh qilgin Allohim. Bu dunyoda ulug'larni do'st tutding, ulug'larni do'st tutganni do'st tutding. Gunoh qilsam yozdirmay tavbam kutding, ulug'larga ulov qilgin Allohim. Hazrat Alisher Navoiyning shu mahbul qilib asarlarida 100-tanbehda yaxshilar bilan birga bo'lishni bir chiroyli baytlarda tushuntirib beradilar. Aytadilarki, har kim bir qavmning urf-odatini qilsa, u sekin-asta o'sha qavmning ishini tutadi. Kimgaki payrovlik qilsa, o'sha odam yetgan joyga bu ham yetib boradi. Agar bu so'z senga malol kelsa, ashabi Kahf va ularning itlaridan o'rnak ol deyaptilar. Qarang, qit'ada aytayaptilarki, Nabiy o'g'li tamug'ni qildi maskan, tomiq ahli guruhin chun erishdi. Va lekin jannat ahli payravi it yetishdi qaydakim ul el yetishdi. Nuh alayhisalomning o'g'li Kanon edi. O'sha otalarini gaplariga kirmadilar. Kemaga chiqdilar, kemaga chiqmadi. Chunki u o'zi o'sha kofirlar bilan birga bo'lgan edi, kofirlar bilan do'stlik qilgan edi va shu kofirlar qatori jahannamga ketdi. Yine ashabi Kahf'te iti, o'zi itku u. Shu ashabi Kahf'ga ergashgani uchun ashabi Kahf qatori jannatga kirdi. Ashabi Kahf jannatga kirdi. It ham mana shu ashabi Kahfning sharofatidan shularga ergashgani uchun u ham jannati bo'ldi deydilar. Ustoz shu yerda haligi Hazrat Navoiyning o'sha ashabi Kahf bilan bog'liq bir anaqa talbih sanati bor-ku. Kahvi baqo ichra alar bo'lsagum, men ham o'lay robihum kalbihum deydilar. Qarang, Hazrat Navoiyning kamtarliklariga qarang. O'sha yoshda teletomoshabinlarni eslatamiz. O'sha zamonasining zolim podshohning zulmidan qochgan o'sha ashabi Kahf bir g'orga kirib ketadi. Orqasidan ularni iti ergashadi. Ba'zi rivoyatda o'sha itni qancha haydashsa ham qaytmaydi. O'sha ular g'orga kirib ketgandan keyin o'sha yerda qoldi deydi. Endi Hazrat Navoiy nima deyaptilar? Mendan oldin muqaddam Forsiyda ustozlarim xamsa yozuvdilar. Men esa ashabi Kahf singari men ham ulay robihum kalbihum, ularga ashabi Kahfning itlari kabi ergashib men ham bu yo'lda o'sha doston yozyapman deyaptilar. Qarang, mana ey Navoiy sen kim u masjid mihrob istamak,
qayga qo'ysa xo'blar oyog'in, sen boshingni qo'y deyaptilar, ha? Sen haligi vodiycha aytganda aqa-baqa yuraverma. To'g'ri aytdingiz, ustoz? Ha, sen o'sha xoki poyi yaxshilar bo'l. Ezgu o'sha ulug' insonlarni, ha, olimlarning orqasidan ergashgan, ularni oyoq qo'ygan joyiga sen peshonangni qo'ygin, adashmaysan deyaptilar. Mana nimada Huvoyda Hazratda aytiladimi? Xoki poyi yaxshilar bo'l, xok bo'lmasdan burun, bu qaro yer bag'ri senga chok bo'lmasdan burun. Qarang, bu hikmatlarga menimcha hozir juda ham ehtiyojimiz katta. Payg'ambarimiz alayhissalom ham hadislarda birida aytdilarki, al mar'u ma'a man ahabba. Kishi sevgani bilan, do'st bo'lgani bilan birga bo'ladi dedilar. Bu dunyoda kimni yaxshi ko'rsangiz, kimni do'st tutsangiz, inshaalloh qiyomatda ham u bilan birga jannatga bo'lasiz, Xudo xolasa. Ha, Xo'ja Ahror Valiyni pirlari Mavlono Yaqubi Charxiy bilamiz. Shu Mavlono Yaqubi Charxiyni ajoyib bir to'rtliklari bor, Farsi. Ma'nosi shundayki, san deydilar, yomonlar bilan birga yurgan bilan men yomon bo'lib qolmayman deb o'ylama deydilar. Qara deydilar, quyosh butun dunyoga nur sochgani bilan deydilar, bir parcha bulut uni yuzini to'sib qoladi deydilar. Demak, o'sha yomonlar bilan birga yuraversang, bir kun emas bir kun ularning nuqsi, ularning yomonligi senga ham uradi. Shuning uchun hushyor bo'lgin, yomonlardan yiroq yur, yaxshilarga yaqin yur deydi. Olimlarimizni, valiylarimizni suhbatlaridan bir oqtargan yo'lni o'ylab yurgan narsamga bir yechim topdim-da. Navoiyni odob haqidagi, mana bu ilm olish haqidagi narsalar, bu tarbiyaviy so'zlar, suhbatlarni eshitgandan keyin shu bildimki, bizga bu Navoiyni ijodini o'rganish mana shu o'zimizni, o'zligimizni, insonligimizni, bu yerda bizni insonning qalbi, uni hissiyotlari, uni haligi va jamiyat oldidagi burchi, ota-ona oldidagi burchi, buni esdan chiqarmaslik. Chunki vaziyatlar har xil bo'ladi. Yechimlarda ham o'sha vaziyatga qarab yechiladi. Eshon aka, shu narsalarni saqlab qolish uchun nima qilish kerak desa, men o'ylab hozir shu yerda sizlarning suhbatlaringdan nima topdimki, yo'l topdimki, biz Navoiyga mahkam yopishimiz kerak. Bizning najotimiz shu azizlarning, avliyolarning yo'li. Aziz ustozlar, adabiyot kechasi, Navoiy xonlik kechasi ishtirokchilari, azaldan Navoiy xonlik kechalarini san'atkorlarning, hofizlarning kuy qo'shiqlarisiz tasavvur qilish qiyin. Dasturimizni Navoiy g'azali, Qoshiyo Summuddin g'azali bilan davom ettiramiz. Ijro etadi O'zganali Mahmudov. Marhamat. Qoshiyo Summuddin ko'zi qaro Summuddin Qoshiyo Summuddin ko'zi qaro Summuddin ko'nglime har yerni dardu bala Summuddin ko'zi qahrin muddin kibrit gizah muddin bu kulub rab
Bu kattık dertler arhan vaslin davasın din. Çarkıran cümudin dergin şyan cümudin. Canım erdirni cabrım capasını diyelim yar yar ey. İlayet demek şu gözünün vasfini koşuyorsun diyene gözün karasın diye. Navoiyshunos olim, xalqaro Navoiy nomidagi mukofot sovrindori Ibrohimjon Saydullayev bilan bugungi davramizni davom ettiramiz. Hazrati Navoiy nihoyatda hokisorlikda uddasidan chiqqan zotlarda, mana Husayn Boyqaro ham podshoh bo'lgan holatda u kishi ham bu kishidan ta'sirlanib, bu kishini ta'sirida u odam ham hokisor bo'lgan. Mana bu qit'ani ozgina o'qiymiz. Hazrat Navoiyning bu Hazoin Maonidan o'sha kamtarlik bobida. Buni qarang. Nomai a'molim ul yangilik qoradir jurumdin. Kim nadomat ashkidin ani aritmoq o'lmag'ay. Balki gar bahri muhit ishra solib yillar yusang, ul qaro bo'lg'ay sarosar, lek bu oq o'lmag'ay. Ya'ni buni qarang. Nomai a'molim shunaqa bir gunohlar tufayli qorayib ketganki, qora siyohlar bilan yozilaverib. Uni nadomat ko'z yoshlari bilan yuvsang ham ketmaydi deyaptilar. Balki bahri muhit deb dengizni aytadi, dunyo okeanini aytadi. Shu dunyo okeaniga solib yillar yuvsang, okeanda suv qorayib ketadi-yu, bu namoy amalim oqarmaydi deyaptilar. Shu darajada shuncha bir ajoyib hayot kechirgan musulmonlar uchun qancha manfaatlar keltirgan zot o'zlarini shunaqa bir hokisor, gunohkor deb hisoblayaptilar. O'sha bu katta bizga tanbeh bo'lish kerak. Shu kibr degan narsadan iloji boricha uzoqlashishimiz kerak hammamiz. Mana Sa'd Iskandariyda ham aytayaplar oxirida itki be chun pastlig'im chog'ladim.
o'zini biyiklar ipiga bog'ladim. Ya'ni o'zimni itda darajasiga pastligim bilib, ulug'larni ipiga o'zimni bog'lab oldim deyaptilar. Ulug'lardan murod kim bu? Nizomiy Ganjaviy, Hamsanavislarda Xusrav Dehlaviy, Abdurahmon Jomiy. Shu uchalalarni bo'lsa alar ozimi dashti adam, men ham o'lay alar bilan ham qadam. Ya'ni adam yo'qlik dashtiga ular ketsa, orqalarida mana qadamba qadam ketaveradi deyaptilar. Bo'lsa alar kahfi baho ishrakum, men ham o'lay robihum qalbuhum. Ya'ni bu Qur'ondagi Kahf surasini ma'nosi bor bu yerda. Ya'ni haligi uchala o'sha Daqyoniston qochgan mo'minlar o'sha boqiy g'orga kirib ketishsa, mana o'sha 4-chilari it bo'lib kirib ketadi. Ya'ni hali cho'ponning iti bularga ergashib qoladi. Haydashda ham ketmaydi. Oxiri o'sha shularga sherik bo'lib, u ham daraja topdi. Mana Farhod va Shirinda ham Farhod va Shirinda oxirgi bobida Farhod vafot qildi, Shirin vafot qildi, ota-onasi o'tdi, Mahimboni vafot qildi. Endi o'sha shaharda 40 ta chiltanlar bor ekan. Hali chiltanlar bir kuni bir xil tush ko'rishibdi. Hammasini tushida Farhod nurdan bo'lgan taxtda o'tiribdi emish. Juda bu dunyodan ham go'zal suratda. Bir yonida ota-onasi, bir yonida Shirin, bir yonida Mahimboni, bir yonida hali do'sti. Ular ham bu dunyodagidan juda go'zal suratda ekan. Endi hali chiltanlar farishtalardan so'rayapti-da, endi bu Farhod nima amal qiluvdiki, bu darajani Alloh berdi unga. Farhod ishqni bobini nihoyatda cho'qqisiga yetdi. O'shaning uchun Alloh taolo bunga shu darajani berdi. Endi bu Farhod ishq tufayli shu daraja topdi. Yonidagilar nima amal qildi dedi? Farhodni do'st tutgani uchun dedilar. Mana o'shaning uchun mana domlamiz aytdilar, kim shu dunyoda birovni do'st tutsa, qiyomatda ham o'sha bilan birga bo'ladi deganlar. Mana o'shaning uchun kamtarinlik bobida yana Tarixiy Anbiya va Hukamo kitoblar bor. Hazrat Navoiyni Ibrohim alayhissalom qissasida Ibrohim alayhissalom Ka'bani qurib bo'lib, bitkazib bo'lib, bir faxr qilib butun dunyo tavof qilayotgan uyni men qurdim degan ekanlar. O'shanda xitobi ilohiy bo'ldiki, ey Ibrohim, muncha kirilasan. Birorta och bandamni qornini to'ydirdingmi yo birorta yalang'och bandamni ustini bitladingmi? Muncha faxr qilasan deb itob keldi. Tap tutashab sajda qilib tavba qildilar. O'shanga o'xshagan bir insonni ko'nglini olishlik Allohning nazdida Ka'ba qurilishidan ham afzal deyaptilar. O'shaning uchun bir g'azallarda aytganlari, kimki bir ko'ngli buzuqning xotirin shod aylagay, oncha borkim Ka'ba vayron bo'lsa obod aylagay degan baytlari bor. O'sha insonni ko'nglini olishlik, mana Mahbubul Qulubda ko'ngil bobi bor. Ana domlamiz Xudo xolasa o'qib beradilar. Insonni jasadi bir mamlakat bo'lsa, uni podshosi ko'ngil ekan. Aql emas, ko'ngil ekan. Ko'ngil aql yaxshi, mana yomon ajratib beraveradi. Ko'ngil qaysini qabul qilsa, bu lashkar ekan, o'sha ishni bajarar ekan. O'shanga o'xshagan Navoiy hazratni o'qigan odam faqat ko'nglini poklashga bir sa'y qiladi xolos. Ko'ngil pokligiga erishish uchun Hazrat Navoiyga albatta hammamiz yopishimiz kerak. Nimagaki, mana Abdumurod domla ustozlari Omonullo Madayev tilshunos olim edilar. Adabiyot jonkuyari edilar. Tilimizni jonkuyari edilar. Mana shu odam aytardilarki, ey birodarlar, biz baxtli xalqmiz. Alloh taolo bizga Navoiyni bergandirdilar. Bu odamlar kichkina odamlar emas. O'shaning uchun shu mana bu anjumanlar bejiz bo'lgani yo'q. Mana shu Hazrat Navoiyni ijodiga yoshlarni ham jalb qilishimiz kerak. Mana hozir hammamiz yoshi ulug' ko'rgan kechirgan odamlarmiz. Lekin yoshlarni kelajagimizni yaxshi bo'lish uchun yoshlarni ham jalb qilish kerak. Mana bu yerda eshitganlarni yoshlar xonadonga ham borib nima qilish kerak. O'shaning uchun mana bu Yahyoxon akam bir yili Qo'qon gazetasida mana shu g'azalni chiqardilar, yangi topilmay ekan. Buni endi o'sha Xazoin Maoniyda barcha nashrlarini tekshirib oqtarib ko'rdim, shu g'azal topilmadi. Lekin bu g'azal Alisher Navoiynikilar aniq. Nimagaki, g'azalda saviyasidan ma'lum. Keyin Mahmud Qori Xo'qandi mana shu g'azalga Muhammad bog'lagan ekanlar. O'zining devonlaridan o'sha chiqib qoldi mana shu g'azal. Mahmud Qori Xo'qandiniki, u kishi ham juda zabardast olim o'tganlar. Bu payg'ambarimiz alayhisalomga atalgan bu g'azal. Shuni
qisqa qilib sharhlab beraman qo'limdan kelgancha. Na yangilik ayladi tasvir orazing naqqosh, kinating ayg'ali aylar ko'ngil til ila talosh. Ya'ni Payg'ambar alayhisalomga muhabbat kuchli bo'lganda ota bobolarimizda qaysi shoir o'tgan bo'lsa, payg'ambarimizga nat yozmagan shoir bo'lmagan. Hammalari Payg'ambar alayhisalomga muhabbat izhor qilishgan. Mana qarang, shu Alisher Navoiydek zotlar jonini fido qilib yuboryapti Payg'ambar alayhisalomga. Dunyo sultonligi emas tafohur, aning ummatligidandir tafohur deganlar Hazrat Navoiy. Ya'ni dunyoga podsho bo'lishlik faxrlanadigan ish emas. Muhammad alayhisalomga ummat bo'lishlik faxrlansa arziydigan ish deganlar. Mana o'sha mana bu yerda ham aytyaplarki, yo Rasululloh, sizni jamolingizni Alloh taolo shunaqa naqqoshi azal go'zal yaratganki, uni ta'riflagani ko'ngil bilan til talashib qolyapti. Ko'yingda o'lsa sifirga mijaqtong ermaskim, yo'lingda shahbar ila Jabril idi farrosh. Yo Rasululloh, sizni yurgan yo'lingizni kiprigim bilan shipirsam hech ajablanarlik emas. Jabril alayhisalomning muqarrab farishta qanotlari bilan shipirib yurardilar. Qamar yuzi yorug' o'ldi yuzing shu oyidin, ul oqshomiki maloik edi sanga yo'ldosh. Ya'ni o'sha Me'roj kechasida siz Allohning huzuriga ketayotganingizda sizni yuzingizdan taralgan nurga oyning yuzi yana ham yorishib ketdi deyaptilar. Payg'ambar ahliga aqsodakim imom o'lding, alar kavokib erdilar san erding anda quyosh. Ya'ni o'sha Masjidil Aqsoda Me'rojga chiqishdan oldin Sulaymon alayhisalom devlarga qurdirgan Masjid Aqsoga bordilar. Allohning qudrati bilan 124 ming payg'ambarimiz kutib turgan ekanlar, oldinga o'tganlar. O'shalarga imom bo'lib 2 rakat namoz o'tadilar. O'shanda siz quyosh edingiz, ular yulduzlardilar deyaptilar. Falaklar o'ziga chiqib ummato deding yig'lab, otingni bosqon iziga tasadduq o'lsin bosh. Ya'ni 7 ta osmonda to'xtab, har bittasida 2 rakatdan namoz o'qib, ummatimning gunohini kechirdim Allohdan so'raganlar. Bizni gunohimizni so'raganlar Allohdan. Bu johu saltanati kim senga berdi Xudo. Hijozi g'ayri hijoz ichra yo'q senga o'xshash. Ya'ni Alloh taolo sizga shunaqa ulug' martaba berdiki, o'sha Makatullohda ham, yer yuzida ham sizda darajangizdagi inson yo'q deyapti Allohning nazdida. Nimaga Allohning o'zi hadis qudsiyda aytayapti, lavloka va ma xalaqtu lahu. Ya'ni ey Muhammad alayhisalom, sizni yaratmaganimda olamni yaratmagan bo'lardim deyapti Alloh taolo. Bu xitob hech kimga bo'lmagan. Hamisha yig'lar erdilarki avji kibriyoga boqib, ki ya'ni ummat uchun ko'zlaridan oqizib yosh. Ya'ni avji kibriyo ulug' dargoh. Ya'ni kechasi kunduzi Allohning dargohiga munojat qilib, ummat uchun ko'zlaridan yosh to'kardilar. Ummatimning gunohini kechirdim. Hattoki vafot qilayotganlarda lovlari pichilayotgan Oysha onamiz Rasululloh nima deyaptilar deb qulog'imni tutsam, ummati deb jon berdilar. Oxirgi nafasgacha bizni o'ylaganlar payg'ambar alayhisalom. Bilig'a bog'ladi mahkam qanoat asbobin, Muhammad ochlig'idan voqif o'lmasin debdi. Ya'ni payg'ambar alayhisalom zamonlarni bilasizlar, qiyinchilik bo'lgan. O'shanda 2-3 kun taomsiz qolib ketsalar, qonlari ishga kirib ketar ekan. Shunda ko'chaga chiqadigan bo'lsalar, hujralarda bitta yapaloq tosh turar ekan. O'sha yapaloq toshni qorinlariga baylab, ishlaridan qonlar do'paytirib keyin chiqar ekanlarki, odamlar ochligini bilmasin deb. Navoiy o'ldi ko'yingda bu domoqlikidin, ul oyni suhbatini topgan ersam erdik. Ya'ni Navoiyning qalbidagi sizga bo'lgan ishq halokatlik darajada, shavqini zo'rligidan o'lib qolish darajasida yaxshi ko'raman. Siz qani edi? Sizni zamonangizda tug'ilgan bo'lsam-u, sizni suhbatingizni eshitgan sahobalardan biri bo'lganimda qani edi deb tamom qilyaptilar ana. Ana muhabbat ana payg'ambar alayhisalomga.